Assalomu alaykum. Hurmatli san'at muxlislari, san'atkorlar. Bugun men ajoyib bir san'atkorimizni, xalqimizning nazari tushgan ustoz bir san'atkorimizni yuksak mukofotini eshitib juda xursand bo'lib, mana shu tabriknomamni yo'llayapman. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro san'at, adabiyot, madaniyat akademiyasi tomonidan berilgan mana shunday yuksak akademik olim unvoni bilan Xorazm xalqimizni, respublikamizda ma'lum bir ajoyib bir san'atkorimiz O'ktam Ahmedovni chin qalbimizdan, chin yuragimdan tabriklayman. Bu tabrikim bizni vohamiz bo'yicha tabriklar bo'layapti, xursandchilik bo'layapti, shodiyonalik bo'layapti. Bu respublika miqyosida aytib, eshitib quvonadigan bir unvon desak xato bo'lmaydi. Men bir keksa san'atkor sifatida san'atkorlarimizga berilayotgan g'amxo'rlik, e'tibor, men san'atkorlar nomidan, butun xalqimiz nomidan, ayniqsa o'zimiz nomimizdan mana shu e'tibor uchun, mana shu unvonlarni berib e'tibor berganliklari uchun hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, qolaversa madaniyat vazirimizga, qolaversa viloyatimizning rahbarlari, uni madaniyati rahbarlariga, O'zbekiston Respublikasi Xalqaro san'at, madaniyat, adabiyot akademiyasi rahbarlariga, rahbariyatlariga, respublikamizni san'atkorlarimizga e'tibor berib, mana shunday ulug' yuksak mukofotlar bilan, unvonlar bilan tabriklab, bizlarni esdan chiqarmasdan hurmat qilganliklari uchun san'atkorlar nomidan, shaxsan bir keksa san'atkor sifatida o'zim nomimdan katta minnatdorchilik bildiraman. Hammalaringizga, hammaga katta rahmat e'tibor uchun. O'ktamjon, unvonlar muborak bo'lsin. Sizning ham xalqimiz oldida, davlatimiz oldida katta xizmatlaringiz bor. Mana shu xizmatlaringizni evaziga berilgan unvon deb bilaman. Qarang endi, san'atkor, fidoyi san'atkor bo'lsa, hokisor san'atkor bo'lsa, xalqimizning hurmatiga, e'tiboriga sazovor bo'lib yurgan san'atkor qanday bo'lmasin vaqti kelib ulug'lanadi. Men sizni akademik unvoni bilan chin qalbimdan, butun san'atkorlarimiz nomidan, o'zimiz nomimizdan chin yurakdan muborak bo'lsin deymiz. Sizga uzoq umr, sog' salomatlik, bola chaqangizning rohatini ko'rib, qo'lingizda tor sayratib, yana xalqimizning xizmatida bel bog'lab xizmatini qilavering. Sizga omad tilaymiz. Omon bo'ling.